Kimyoda katalizator tushunchasi bor. Bu kimyoviy jarayonlarni tezlashtirishga yordam beruvchi qo'shimcha hisoblanadi. Oldinroq so'zlab bergan kirakash yigit va yo'lovchi voqeasi esingizdami? O'sha voqeadagi yo'lovchi ayolni yil katalizator ayoli deb ta'riflasa bo'ladi. Chunki holatni sokinlikdan chiqargan ham, uni kattalashtirgan, bo'rttirgan ham oxir-oqibatda janjal uchun asoslar yetarli emasligini sezib, haydovchini shilqimlikda ayblashga o'tib tuhmat qilgan ham u edi. Ikkita bola bilan menga siqishmoqchisiz, siqishsam dedingmi? Keyin tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldirasiz. Men tushunman. Bo'ldi, o'zim birinchi chiqaman. Voy, pajjal solisang 103 holatda respublika prizoniga qil. Men haq chiqaman, klient bilan chiqaman. Ammo katalizator xonim emas, unga yaqin ekanligi aytilayotgan 2 haftadan ko'pchilikka tanish bo'lgan O'zbekistonda hojat ko'rsatgan ibratli bolajonlar, ulardan birini menga Nurik deb, yana birini esa Fidas. Yo'q. Menda o'xshamadi. Teacher Azamdan yordam olamiz. Teacher Firdash. Ha, ana shunday deb tanishtirishdi. Endilikda aynan ular va ularga qo'shilib borgan bir to'da sevgidan kuygan chiya-bo'rilar qonunga amal qilmasdan o'zboshimchalik bilan hukm chiqarish orqali jamoaviy do'pposlash, ya'ni samasud, tanaga qasddan jarohat yetkazish, kamsitish va haqorat sabab o'zi yaqinda chiqqan bo'lishlariga qaramay qaytib kirib ketishadigan bo'lib turishibdi. Taxminan necha yil ekanini esa siz izohlarda yozib keta qoling. O'zing vaqtimni olasan. O'z ko'rasan. Yo'q, pulimni olasan. Voqeadan so'ng allaqachon qamalib chiqqan Piri Komil o'z obunachilariga haydovchini shilqim sifatida tanishtiradi. Bir to'da bo'lib kelgan bo'lsalarda haydovchini haqoratlab, uni urishmaganini, zamon ko'tarmasligini iddao qilishadi. Ammo dalillar tarmoqqa sizishni boshlaganidan so'ng Instagram sahifa butunlay taktugi bilan yo'qolib qoladi. Ikkinchisida allaqachon sud ishi bor ekanligi aytilgan Piri Komil esa negadir orqa-morqa 5 ta tushuntiruvchi videolar joylaydi. Ammo barchasi 24 soatga bormay o'chirib tashlanadi. Agar men isbotlab bersam, bularga umuman hech qanaqa yomon gap gapirmaganligimni isbotlab bersam, O'shani gaplashamiz to'xtatib. o'shani. Ha, gaplashamiz. Agar siz nima qilasiz, okey? Men nima qilishim kerak? Men sizga do'ljim emas, eshitmaga. Nima, bloger ekansiz, okey? Bloger ekansiz, okey? Ha, o'zimiz gaplashamiz, okey? Qo'y, yoki delfinlarmisiz, o'chiring kameringizni. Ha, ular allaqachon ayb kimda ekanligini bilishardi. Tuhmat qilishayotgani yoki unga sherik bo'layotganini, undan ham yomoni o'zlarining auditoriyalaridan qurol sifatida foydalanib, barcha aybni haydovchiga to'nkashayotganini ham bilishardi. Ammo bu ornomusli yigitlarning g'ururi aybsizni aybdor qilishdan uyalmadi. Ana endi esa katalizator opa ham, uning ornomusli Piri Komil ukalari ham qonun oldida javob berishadi. Eng yomoni esa bu kabi yasama tuhmatlar ayol qizlarga qilinayotgan haqiqiy tegajog'lik va hujumlarga soya soladi. Jamiyat orasidagi bu muammolarga atalgan ishonch elementiga ta'sir qilmay qolmaydi. So'ng so'z o'rnida yuqorida ikkita O'zbekistonda hojat ko'rsatgan ibrat egalari Piri Komillar va ularning ibrat va tuhmatlari haqida ma'lumot olganimizni aytmoqchiman. Bu ikkisi teng bo'lurmi? Hisobmi?